alaykum bog'dor obunachilarim. Xudo xolasa mana biz zavodimizda qishki ish jarayonlari. Bu tarafda esa remont ishlari ketyapti. Biz zavodimizda apparatlarni mana sezonga tayyorlash ishlarini olib boryapmiz. Polni tashlangan holatda hammasi yig'ilyapti. Ertadan har doimgidek pishgan ishlarimiz chiqishda davom etyapti. Pishgan ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Pishgan ishlarimiz mana chiqishda davom etyapti. Sirtlari a'lo darajada. Vodiyning standart ishi 25-12 razmerda. Hozirgi kunda aksariyat atlasnoy sariq bo'lib chiqyapti. Nodivasidan bo'lyapti videomiz. Bu tarafda esa filtr, ya'ni ekologiyaga zarar yetkazmaslik uchun filtr qo'yish jarayonlari ketyapti. Pishgan ishlarimiz hozirgi kunda ham chiqyapti. Sanamiz 2026-yil 12-yanvar sanamizda. Kimga shunday pishgan ishlar kerak bo'lsa, ishlarimiz ham doim bor, aloqaga chiqamiz. Narxlari zavodning o'zida 750 so'm, vodiy bo'ylab dastlabkilarni beryapmiz. Omma bo'lishni unutmang, aloqaga chiqamiz.